O'rtada ancha vaqt o'tdi. Yana kelishga qaror qildim. Natijani Xudo xolasa zo'r. Qo'llari go'l. Ajinlar bo'yicha muammom bor edi. Asosan peshona ko'zrat atrofida edi. Botoks olish xohlamayman. Meza botoks aralashtirib olishni xohlayman. Lisani anchadan beri ishlarini kuzataman. Rezultatlari ko'p deb eshitganman. O'shaning uchun kelishga qaror qildim. O'z yoshingizmi? 35 yosh. 35 yoshsiz. Muxlisani почти 2 yildan beri kuzataman. Kelgansiz oldingizmi? Ha, oldin kelganman. Nima o'zini olgansiz? Cheska olganman, cheska peeling. Tabiiylik tarafdoriman ko'proq. Botoksni xohlamadim, mezoterapiya yoqadi. O'shaning uchun mezoterapiyani tanladim. Instagramda kuzatsam, ko'pchilik kosmetologlar mezoterapiyani tavsiya qilishadi. Botoksdan ko'ra mezoterapiya yoqadi menga. O'zim olganman ham. Shunaqa ta'siri yaxshi sezganman. Muxlisadan bir marta olganman. Ta'sirini sezganman. O'rtada ancha vaqt o'tdi. Yana kelishga qaror qildim. Natijani Xudo xolasa zo'r. Qo'llari go'l. Bilaman ishlarini, o'shaning uchun natijani zo'r kutyapman. Har taraflama kuzataman, har taraflama yoqadi.